Sen jinniroqmisan? Yozgan SMS-ingni qara. O'qishim bilan uchib keldim. Tuzuksan? O'tir. Ishlaymi nima bo'ldi? Bilasan o'rtoq. Dardimni ichimdagini uncha-muncha odamga ayta olmayman. Faqat senga ayta olaman. Senga savolim bor. Men yomon odamman. Nima xato qildim? Halol ishlab pul topsam, ro'zg'orimni desam, hamma sharoitni qilib qo'ygan bo'lsam, hamma narsam yetarli. Lekin halovatim yo'q. Ya to'xta. Shoshmasdan bir boshdan gapirib ber. Har xil qo'rqinchli tushlar ko'raman o'rtoq. Tushimga ko'pincha rahmatli ota-onam kiradi. Har safar kirganida qanaqadir mendan norizo holatda kiradilar, xafa bo'lib kiradilar. Cho'chib uyg'onib ketaman. Charchadim o'rtoq. Charchadim. Endi seni o'zingga savol. Qachon ota-onang nomidan bir sadaqa yoki ihson qilib yoki qandaqadir bir yaxshilik qilib ularning nomiga bag'ishlading? Ko'rding? O'ylanib qolasan. Xafa bo'lma. Bu mavzuni endi o'zing ochding. Endi yuzingga aytaman. Mana yaqinda ayolingga qimmat mashina olib ber. Yoki bo'lmasam o'g'lingni aytaylik. 8 yoshga to'lmagan o'g'lingga eng oxirgi rusumdagi iPhone'ni olib berding. Hammasida yoningda edim. Chetdan kuzatib turdim. Ular senga javoban nima deyishdi? Ayoling mashinani rangini yoqmaganini aytgan bo'lsa, o'g'ling bo'lsa, joyi kattarog'ini olib bering dedi. Lekin bunga ular emas. Aslida o'zing aybdorsan. Ularni shukr qilishga o'rgatmaganing bu aynan san ayb. Nimaga men aybdor bo'laman? Ular shukr qilmasa nega men aybdor bo'laman? Ularni qiyin ahvolda yotgan odamlarni orasiga olib borib, bu dunyoda faqat mol dunyoni yig'ish emas, mol davlatingdan ehson qilib, yetimlarning boshini silab, bir marta bo'lsa ham namuna bo'ldingmi? Ularga bu narsalarda sen namuna bo'lib ko'rsatmaganingdan keyin ular qayerdan oladi namunani? Internetda maqtanchoq, o'zini baxtli yashayotgandek ko'rsatishga urinayotgan qayerdagi odamlardan oladi deydi. Agarda sen shunaqa oilalarga olib borganingda ular fikrlagan bo'lardi. Biz ham shu holatda bo'lishimiz mumkin edi deb shukr qilishga o'rgangan bo'lishardi. Bularning hammasi mana shu eskichadan deb o'ylaysanmi? O'rtoq, eskicha degani seni telefoning eskiradi. Mana uyingni remonti eskiradi, mashinang eskiradi. Ham kiyib olgan modniy kiyimlaring eskiradi. Allohning buyurgan amallari eskirmaydi. Aksincha u sen qidirayotgan halovat, sakinat, xotirjamlikka olib boradi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qalaysan? Yaxshi. Xo'p. Tushundim o'rtoq. Gaplaring to'g'ri. Sen aytgandek qilamiz. Ishni nimadan boshlaymiz? Barakalla. Men aytaman-da, ishni nimadan boshlashingni. Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdan o'zimizning Buxoroga kelishadi. 23, 24, 25, yanglishmasam 26-oktyabr kuni ham shu yerda bo'lishadi. Boraylik. Yelkama-yelka turaylik. Yetimlarning boshini silaylik. Ularning qornini to'yg'izaylik. Seni ihsoningni, seni sadaqangni, seni xayrli ishlaringni ham haqiqiy egalari o'shalar. 100 dan oshiq oilaga kelishadi. Quvonch olib kirgan Toshkentdan. Sen mana puling bilan xizmat qilasan. Menicha pulim yetmasa Damazimda ehsondan tashib beraman. Qatnashaman. Bu safar aniq qatnashamiz o'rtoq. Ularning oziq-ovqat bazasi qayerda joylashgan? O'tgan yilgi manzilga joylashgan. Buxoro shahar G'ijduvon ko'chasi 2-uy. O'zimizning afsona to'yxona. Amaki, men ham ehson tarqatishga borsam bo'ladimi? Mashalloh. Ko'rdingmi? Yaxshilikni bir marta niyat qilding, Alloh mana oilangni isloh qilishni boshladi. Hali borib qatnashganimizdan keyin haqiqiy halovatni topasan. Rahmat senga.